Savsov qandoq qilib Dongjo'ningki ishonchisiga erishalaydi. Ya'ni uningki shu uyiga xohlagancha kirib chiqa oladigan bir holatga kelalaydi. Yaxshimisizlar do'stlar? Bundoq bo'lsa, uch podshohlikni yana boshlab ketdik. Biz oldingi filmda Dongjo'ningki podshohni almashtirib bo'lgandan keyin o'zini bosh vazir qilib tayinlab huquqni yurgizish hikoyalarini so'zlagan. Endi shu Savsov bilan Dongjo qaraydigan bo'lsak, Dongjo amal tutib uzun o'tmayla Savsov bilan ikkisiniki munosabati nihoyat yiqilishib ketdi. Endi bu Dongjo Shiliangdan kelgan. Savsov asli o'rnida bor vazir. Endi nimishqa Dongjo Savsov bilan yaqin bo'lib ketdi, ammo boshqa vazirlar bilan hammas bilan yaxshi o'tolmaydi. Aytdi, o'tmaydi-da. Endi bu yerda qanday sabab bor degan vaqtda birinchisi Savsovningki o'sha odamni tushunish, yani odamlarga diagnoz qo'yish. Undan keyin boshqalar bilan bo'lgan kishilik aloqa munosabati ajoyib yaxshi. Undan sirt uningki o'zini yushirish iqtidori bor. Ya'ni Dongjoga shunchalik o'sh bo'lsa-mu, lekin shu o'shlikni yushirib, uning bilan yaxshi o'talaydi. Masalan, kinoni ko'rsakmi, ko'rib qolamiz. Savsovni hamma amaldorlar tillaydi Dongjoningki g'altisida. Ammo Dongjo buni yaxshi ko'rdi. Amaliyotda Savsov haqiqatan Dongjoga setilib ketganmi yoki Dongjoning keyniga nom amalni o'ylashib kirib ketganmi degan vaqtda unaqa emas. Nurg'un shu vaqtdagi vazirlar buni xato tushunib qoldi. Ammo Savsovningki cho'ng bir orzusiningki borligini bular qat'iy o'ylamaganda. Savsov Dongjoni yoqtirmasmi, ammo to'xtamay Dongjo bilan aloqa qilib turdi. Ya'ni Dongjo kelib uzun o'tmaylar Savsov to'xtamay uni yo'qlab turdi. Ya'ni ko'rishga bordi. Ko'rishivergandan keyin albatta bularning munosabati yiqilishdi. Savsov kitob o'qishga amroq. Namish harbiy ishlarni muhokama qilishga amroq. Shuning bilan Dongjo bilan birlashib, Dongjo bilan bir so'rni o'tirgan vaqtda to'xtamay o'zininki planlarini so'zlab berdi buning. Harbiy ishlardagi ta'limotlarni so'zlab berdi, o'rgangan anglag'anlarni so'zlab berdi, o'zaro maslahatlashdi. Shu vaqtdagi podshohlikning cho'ng-cho'ng ishlari. Shuning bilan asta-asta Savsov Dongjoningki ishonchisiga erishdi. Yani keyingi vaqtlar kelgan vaqtda Dongjoningki vujudsig'imi hech qanday daxlsiz kirib chiqa oladigan bir holat shakllandi. Demak, biz kinoda ko'rgan Dongjoni qasdlash uchun Savsov nimishqa bevosita kira oladi. Hech qanday to'sqinsiz kirib ketdi. Demak, buning kira olishligi birdan bir sabab nima bo'lsa, mishadagi o'zining munosabati bilan Dongjo o'rtasidagi ikkalarining munosabatini yaxshi saqlagan, bag'ansini yaxshilashib, yaxshilashga qatib monganda shunday bir munosabatni paydo qiladiganligi uchun demak Savsov keyindagi Dongjoni qasdlash maqsadini, ya'ni planini ishga oshira olgan degan gap. Agar u boshqa vazirlarga o'xshash yo bevosita qarshi chiqolmaydi Dongjoga, yo ichida uningga agar Savsovmi boshqa vazirlarga o'xshash bevosita qarshi chiqolmaydi, yo Dongjoga yiqilisholmay, ichida g'um saqlab yuravergan bo'lsa, biz boy so'zlagandek Savsovga o'xshash bunday fursatlarga erisholmaydi. Ya'ni u Dongjoni qasdlaymiz desmi, nurg'un eshiklardan, nurg'un lashkarlarning oldidan o'tib, uning oldiga bordi, qat'iy uni qasdlash mumkin emas. Chunki qatma-qat lashkarlar bilan o'zini qo'g'daydi. Shunga Savsovningki bu maqsadi shu Dongjo kelgan vaqtda planga kirgizilgan. Shunga u boshqalarga o'xshash qilish nayzlarini chiqarib, bevosita Dongjoga qarshilik qilmaganda, o'zini uningga qarshi turadigan yoki o'zini asib ko'rsatadigan ishni qilmagan, o'zining hayoti xavflidigan ishni qilmaganda, asta-asta Dongjoningki ishonchisini olgandan keyin keyindagi o'zining planini andan o'ylashgan degan. Shunga Savsovni boshqa vazirlarga shu vaqtdagi shu o'rdagi bor vazirlarga silishtirgan vaqtda yanada nihoyat aqlliq, nihoyat hiliga deyishga bo'ladi. Undaq bo'lsa, Savsovningki Dongjoga yiqilishish hikoyasini mushunchalik so'zlab turdi. Yoqtirgan do'stlar, yuraklaringlarni aymay berib qo'yinglar, inkaslarni yozib qo'yinglar. Ham keyingi mazmunimizda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda, shu Savsovningki Dongjoni qasdlash plan to'g'riliq so'zlashimiz.